Akalar assalomu alaykum. Internet, YouTube, WhatsApp, Telegram kuzatuvchilari. Akalar biz birinchi qo'y qo'yapmiz. Endi qo'yni qimmasiramaymi, like bosaman, qo'llab-quvvatlayman. Saturnmen haligi Taysonni ham quvvatlayapman. Haligi deganlarga akalar, mana hammamiz hayvon boqamiz-da, bu hayvon baraka aynan qo'y. Shularni men sonini, qo'chqor sog'lig'ini aytishimdan oldin iltimos bitta like, bitta podpiska bosib qo'yinglar, xudo xolasa. Qachondir qo'y og'onlarni birinchilarga yetib boradi, akalar. Akalar, xudo xolasa, mana soni 6 dona. 2 dona qo'chqor, 4 dona sog'liq, 1 qo'ra. Akalar, bu baraka. Ba'di uyingizda baragan qo'y, baraka tilayab turgan bo'ladi. Haligi aytadi-yu, biror bir payg'ambarimizdan boshqasi haligi birorta payg'ambarimiz borki, qo'y baxmagan, hammasi baqqan. Xudo xolasa bu baraka bor-da, ulardan bizga o'git. Mash qo'ylardi, xudo xolasa qo'y qilib olaman deganlar tavsiya. Arzon qilib. Oxiri taqalgan narxi 22 dan jo'nataveramiz. 2 ta qo'chqor, 4 dona sog'liq. Mana qo'yni qaranglar. Yeb ichish garantiya o'zimga. Xudo xolasa aka desalaring yana shulardan qilib beraman. Bizga sizlarni like, podpiskalar muhim. Sababi sizlar qancha like bossalar shuncha odam ko'radi. Bu qo'yda olaman deganlar nechta ekimdi arzon qo'y topolmayapti vallahi. Akalar, bitta like bosib qo'ysalar hech bo'lmasa shunda sizlarni haligilaring ketaveradi. Foydalaring. Rahmat kuzatganlaring uchun.